Mana ko'pincha shu psixologga ishni ushmagan odamlar keladi. Yo bo'lmasa даже hech qanaqa kasbi yo'q, kasb tanlashni bilmaydi. Shunaqa odamlar kelganda, masalan puldan qiynalib qoldim deganda, xo'p, qanaqa ish qilmoqchi desa, yaxshi pul keladigan ish bo'lsa qilaman. Xo'p, qanaqa o'zingiz hunaringiz bo'lsa, hunar o'rganmagan, yo bo'lmasa diplomi yo'q, hech qayerda o'qimagan. Lekin men past ish qilmayman deydi. Bu ishlar uchrayapti, lekin men bunaqangi past ish qilgim kelmayapti. Past ish deganda endi borib ko'cha supurish, pol yuvish, yo bo'lmasa idish yuvish, bu ishlarni men qilgim kelmayapti. Erkaklar aytadi, "Men nima borib bozorga borib gruzchiklik qilamanmi? U narsani qilgim kelmayapti, lekin yo'lim ochilmayapti" deydi. Endi Allohdan so'rayapman, yo'l ochilmayapti deydi. Allohdan o'tirib yana so'rashingiz mumkin, yana 10 yil, 15 yil so'rashingiz mumkin. Siz o'zingiz harakat qilmasangiz, hech qachon sizga tepadan qanaqadir boylik ular kelmaydi, chunki harakat kerak. Birinchi navbatda biz bu moddiy dunyoda yashayapmiz. Moddiy dunyoda bular biz o'zimizni fikrimiz bilan, hissiyotimiz bilan, faqat so'rashimiz bilan emas, yo'q harakatimiz bilan, demak nimanidir paydo qilamiz, nimagadir ega bo'lamiz. Ana endi shu bu masalada masalan qaysi kasb tanlash kerak, qaysi kasbda masalan boyib ketish mumkin degan savolga yo bo'lmasa past ishlar masalan, past ishlarni endi qilgim kelmaydi, lekin majbur bo'ladi. Xo'p, past ishlarda ularni masalan qanaqangi energetikasi bor, ana shularga, shu savollarga javob bermoqchiman. Birinchi navbatda bilish kerak, tepadan juda katta chastotalar keladi, juda katta to'lqinlar keladi. Buni endi ezoterik olimlar biladi, kvantoviy fiziklar biladi. Buni endi oddiy odam tushunishi qiyin bo'ladi, chunki biz endi uni bilmayapmiz, lekin mana sotuvchi telefonda, ana shu hozir telefon orqali biz dunyoning narigi chetidagi odam bilan gaplashishimiz mumkin. Bemalol nima uchun? Ana to'lqinlar orqali. Xuddi shunga o'xshagan, ana bizda chakralar bor. Bizning chakramiz agar 7 ta chakra bor, pastki va tepadagi chakralar. Tepadagi chakralar muvozanatda bo'lsa, tepadagi chakralar yaxshi ishlayotgan bo'lsa, siz yuqori chastotani qabul qilasiz. Shundagina juda ham katta boylik yuqori chastotadan keladi. Hech qachon pastda siz pol yuvayotgan bo'lsangiz, yo bo'lmasa anaqda demak idish yuvayotgan bo'lsangiz, pul topasiz, lekin boylik bu ishdan boylik kelmaydi. Chunki bu juda ham yuqori, pastda yuribsizmi? Pastda yuqori chastotadan rostdan katta boylik keladigan shu oqimlar keladi. Ana shu boylik qilishingiz mumkin. Undan keyin mana yana mana Shira Rubinlarning shunaqangi "Путешествие сознания" degan kitobida "Plan сознания" degan bitta mana temasi bor. Bu temani men tushungandan keyin juda ko'p narsa menga aniq bo'ldi, juda ko'p muammolarni hal qildim. Bu plan сознания. Bu deganim, demak, etajlar bor. Etajlar, odamning ongini etajlari bor. Ong tepada, qancha tepada bo'lsa, shuncha demak siz Alloh panohida bo'lasiz. Farishtalar sizning yoningizda bo'ladi. Farishtalar hech qachon sizga demak har doim yoningizda bo'lgandan keyin har doim yordam keladi. Buning uchun даже o'sha shunaqa yozilgan, Shira Rubinda shunaqa bitta frazasi menga juda ham yoqib qolgan ediki, siz любой ishni boshlashingiz mumkin, uni natijasini Alloh o'ylaydi. Natijasini o'ylamasangiz ham bo'ladi. Chunki siz yuqori tepadasiz, yoningizda farishtalar hammasini oldini olib biladi. Lekin siz pastki etajda, pastki ongingiz pastda bo'lganda, u yerda juda ham yomon kuchlar bor. U kuchlarga hech qachon farishtalar pastki etajlarga tushmaydi, sizga yordamga kelmaydi. Xato ustiga xato qilib, juda ham qanaqadir tupikka tushib qolishingiz mumkin. Chunki pastki etajlarda, pastda bu o'zbekchasi aytganda shayton, endi naushni aytganda shunaqangi nizko chastotli kuchlar bo'ladi. Nizko chastotli kuchlar ular faqat odamning energiyasidan oziqlanadi. Siz qancha xafa bo'lsangiz, siz qancha g'azab, nafratga to'lsangiz, qanchalik tushkunlikka tushsangiz, ular shunaqangi oziqa berasizda, ular sizni qo'yib yubormaydi. O'shaning uchun Allohdan yig'lab so'radim, yolvorib so'radim degan bu ibora, bu noto'g'ri narsa, bu tushuncha noto'g'ri. Yig'lab emas, unaqangi nima deydi, tushkunlikka tushib emas. Odam quvonch bilan, demak harakat bilan ana shundagina so'raganiz, so'ramasangiz ham harakat qilganingizda tepadagi bu hammasi kuchlar biladi nima xohlashingizni. Ana endi kasbga kelganda, xo'p, qanaqa kasbni tanlayman deganda, bir narsani bilish kerak. Masalan, pul keltiradigan, juda ham katta boylik keltiradigan rostdan ham oqimlar bor. Bu Alloh oqimiga tushishingiz kerak. Lekin pastki, demak past ishlar ham bor. Bu demak sizga yeb ichishingizga yordam berishi mumkin. Demak, shu qanaqadir kunni ko'rishingizga, kuningizni o'tishiga yordam berishi mumkin, lekin boylik hech qachon boylik keltirmaydi bunaqa ishlar. O'sha to'g'risida gapirmoqchiman. Mana endi kasbda, masalan, mana siz maktabni bitirgandan keyin institutga bordingiz, diplom oldingiz, vrach bo'ldingiz, yo o'qituvchi bo'ldingiz, yo bo'lmasa qanaqadir shu finansiy sohada ishlayapsiz. Masalan, mana vrachlarning oyligini ishini oladigan bo'lsak,
vrachlar постоянно bu toksический professiya hisoblanadi, постоянно negativlab ishlaydi. Nima uchun vrachlik katta pul oladi deydi, olish kerak, olmasdan bo'lmaydi, chunki vrachlikda baribir har doim har bitta kasal bo'lgan odamni orqasida juda katta negativ kuchlar yotadi. Ana shu kuchlar bilan vrach har kuni demak muloqotda bo'lish kerak, har kun demak o'sha bilan birga to'qnash keladi. Kuchni bilmaydi, lekin sezadi. Masalan, mana shu kasal shu diagnoz qo'yildimi, demak u qanaqaligini, uni hissiyotini, undan kelayotgan energetikani hammasini vrach masalan biladi. Agar vrach masalan o'zini ongini o'stirmasa, o'zini quvonch mexanizmini, vitalik energiyasini agar ko'paytirmasa, u har kun mana shu negativ odamlar bilan ishlagandan keyin borib u endi o'sha kasalga chalinmaydi, lekin borgan sari masalan puli ko'paymaydi, borgan sari kayfiyati tushib ketadi, qanaqadir energetikasi pastga tushib ketadi. Masalan, stomatologlar mana ko'pincha nima bilan, karies bilan ishlaydi. Karies nima? Bu bo'shliq. Demak, har doim mana bu odam karies bilan kelgan odam, unda bo'shliq paydo bo'lgan, unda bo'shliq jarayoni ketyapti. Ana shu bo'shliq jarayoni bilan stomatolog har kun kirib ana o'sha kariesni davolaganda o'sha bo'shliq jarayoni ichiga kirib ketadi. Stomatologlarda yaxshigina pul oladi, to'g'ri qiladi, chunki bu juda katta negativ kuchlar bilan ishlaydi. Kompensatsiya bo'lishi kerak. O'shaning uchun agar masalan yo mana o'qituvchini oling, o'qituvchini olganingizda u masalan kichkina bolaga masalan shu bilim o'rgatish kerak. Uni asablari chidamaydi. Ko'p masalan o'qituvchilar aytadi, men deydi, asabim chidamaydi, o'qituvchiman deydi, asabim chidamaydi deydi. Sababi u постоянно energiyasini yo'qotadi. Постоянно mana shu hali ongi yuqoriga chiqmagan bolaga har doim o'rgatish kerak, har doim ana shu kuch sarflaydi. Shunga o'xshab mana shunaqangi mana odel kadrda ishlaydi yo bo'lmasa banklarda ishlaydi. Bu odamlar ham hammasi demak qanaqadir shu kuchlar bilan ishlaydi. Bular bilan ishlagandan keyin o'ziga yarasha o'sha yerda o'zining negativ energetikasi bo'ladi, negativ qanaqadir kuchlar bilan ishlaydi. Demak, bunaqa kasbda ishlaganda har doim sizda ongni balandga yuqoriga ko'tarish kerak. Bu degani har doim o'z ustida ishlashingiz kerak, bilimni oshirish kerak. Keyin borgan sari nima deydi, sizda o'sha quvonch mexanizmi bo'lishi kerak, vitalik energiya, hayot energiyasi har doim to'ldirib turishingiz kerak. Agar faqat ish uy bo'lganda, любой odamda ham ko'rasiz, bir 45-50 yoshdan keyin qanaqadir shu kayfiyat tushgan bo'ladi, qanaqadir kasallikka chalingan bo'ladi, o'sha oldingidek hayotga qiziqish bo'lmaydi. Sababi ana shu kasbi orqasida kelayotgan negativ bilan qo'shilib ketadi, negativga ko'nikib ketadi, negativ uni ichiga kiradi. Masalan, mana onkologlar bor, yo bo'lmasa mana fiziatrlar bular постоянно shu masalan tuberkulyozni kasali meni ko'p aytadiki, o'sha yerdagi palichka koxa deydi. O'sha demak qanaqadir o'sha yerda mikroblar bor, o'sha mikrobga на самом деле bu psixik depressiya. Tuberkuloz bo'lgan kasallarda psixik depressiya bo'ladi. Bu juda depressivni holat, juda ham tushkunlikka tushgan holat, juda katta salbiy kuchlayotgan bo'ladi. Fiziatr shu kasbini oxirida где-то pensiya yoshi yetganda u tuberkuloz bilan kasal bo'lmaydi, lekin u depressiya uchrashi mumkin. U juda ham negativ holatga kirib ketishi mumkin. Unda kuch qolmasligi mumkin. Yo bo'lmasa onkologlar u именно onkologiya bilan kasal bo'lmasligi mumkin. Lekin har doim bu juda ham karmический kasal hisoblanadi. Onkologiyada juda katta demak shunaqangi shikastlantiradigan katta kuchlar bo'ladi. Ana shundan ishlagandan keyin unda ham agar vitalik energiyasini oshirib, o'zini ustida ishlab, chakralarni yuqori chakralarni oshmasa, bu ham sekin-sekin mana shu negativ kuchlar ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu kasblarda ham agar shuni to'g'ri qonun qoidasi qanaqa o'z ustida ishlashni bilmasa, boyib ketish juda ham qiyin. Pul keladi, ketadi. Bunaqangi boyib ketish demak imkoniyati unchalik bo'lmaydi. Keyin yana endi shunaqa ishlar bor. Mana masalan, hop mana savdoda pul ko'p deydi. Hop, savdoda siz masalan dehqon etabidan savdogar etabiga chiqmoqchi bo'lsangiz, savdogar etabi deganda bu imенно savdo bilan shug'ullanadigan odamlar emas, lekin bu siz pul yig'ishni o'rganasiz, pulni ko'paytirasiz. Bu ko'pincha masshtabli ishlar bo'ladi. Даже oligarxlar ham shu savdogar etabiga odamlar hisoblanadi. Ko'p narsani pul bilan hisoblaydi, ko'p narsani pul bilan o'lchaydi. Unchalik yuqoriga chiqmaydi, lekin faqat hayotda faqat yeb shu bugun kunni o'tkazishim kerak degan dehqon etabidan tepaga chiqa oladi. Lekin savdoda ham o'zini qonun qoidalari bor. Agar o'shanga amal qilmasa, ko'p savdogarlar masalan inqirozga uchraydi, o'tdan boyib ketish qiyin bo'ladi. Mana endi past ishlarni oladigan bo'lsak, mana past ishlar deydi masalan borib shu idish yuvish, ko'cha supurish, bu endi past ishlar. Endi sizga qo'lingizdan boshqa hech narsa kelmaganda majbur bo'lgandan keyin borasiz, to'g'ri, bu halol mehnat.
kuningizni ko'rishingiz mumkin, lekin bu ishda boyib ketish bo'lmaydi, chunki juda ham pastda yurasiz. Pastda shu iflosliklarni tozalaganda bundan boyib ketish qiyin. Hech qaysi ko'cha supurgan odam boyib oligarx bo'lib ketibdi degan narsa yo'q, lekin u ishini boshlaganda pul kerak paytda rostdan ham o'sha ishni qilgan bo'lishi mumkin. Men bunga bir YouTube'da bitta video ko'rgandim. Bu shu SSR paytida KGB'da ishlagan bir shu xodim aytdiki, shu 90-yillarda dedi, shu KGB bizani dedi отделimiz полностью naqa сокращение tushib ketdi. Ishsiz qoldim. O'shandan keyin majbur bo'ldim. Bitta aravacha sotib oldim-da, keyin dedi vokzalga borib, shu Rossiyada endi vokzalda dedi kechasi ishlardim. Kechasi chunki qimmat to'laydi, yaxshi to'lashadi. Kechasi dedi men gruzchik qilganman dedi. Lekin o'sha gruzchik qilayotganda to'g'ri dedi, men oilamni boqdim, ro'zg'orimni yuritdim, lekin dedi hayolimda har doim tak nima qilishim kerak. Men o'sha paytda nima deb bildim, men uchun bir sinov. Men bir sinovdan o'tishim kerak, menda pavarot bo'lish kerak. Nimadir qilishim kerak. Rostdan ham dedi, bu yerda dedi men nimani sezdim? Miyam unchalik yaxshi ishlamasdi. Miyam unchalik ishlaydigan oldingi ishimda men juda ham напряженно ishlardim. Bu yerda dedi borib o'sha gruz olib borib dedi, o'sha chemodanlarni dedi borib avtobusgacha olib boraman yo taksigacha olib boraman, poyezddan tushgandan keyin dedi, keyin dedi sal miyam tinchlanganday bo'ldi dedi, keyin ana shu miyam tinchlanganda ham dedi bu yoqda ro'zg'or qilyapman, to'g'ri boyib ketish to'g'risida gap yo'q. Lekin men o'sha paytda держаться qilishim uchun oilani dedi shu ro'zg'ori qilib dedi menga yetib turgani uchun xursanddim dedi. Keyin birdancha dedi bir yarim yildan keyin menga dedi bitta o'rtog'im kelib shunaqa bitta taklif berdi. U ham dedi ishdan bo'shagan. Keyin dedi biza katta kredit olib bank ochdik dedi. Bank ochib dedi, o'zimizda частный bankimiz qilib dedi, keyin rivojlanib ketib, keyin o'sha millionerga aylangan ekan. O'sha rasmini ham ko'rsatyapti. O'sha o'zining aravachasi bilan tushgan rasmida bu payt dedi men uchun og'ir payt edi dedim, lekin bu pavarot deb hisobladim dedi. Menga sinov bo'ldi dedi. Ham Alloh dedi o'sha paytda yaxshi ham mendan dedi o'sha chunki men davlat ishida ishlab o'rganganman, har doim buyruqlarni bajarib o'rganganman, lekin bu yerda birdancha erkin bo'ldim dedi. Mana shu gruzchik paytida dedi, bu ishda dedi unaqa dedi kalla ishlash kerak emas dedi. Bu yerda unaqangi katta mas'uliyat ham yo'q dedi. O'sha chemadonni olib borib dedi deydi borib taksiga yo bo'lmasa avtobusgacha olib boraman dedi, pulimni olib dedi, kelib qarasam dedi menga yengil bo'ldi. Lekin menga dedi xursand bo'lgan narsam bitta narsa bo'ldi, miyam tinchlangandan keyin borib dedi keyin o'sha fikrlar kela boshladi deydi. Men xayolimda yo'q edi shu o'zimni ishimni ochishimni, lekin o'rtog'im kelib gapirgandan keyin qarasam rostdan ham men o'sha ishni bilaman, chunki oldin shu strukturada ishlab kelganman. Keyin dedi ana o'zimizni ishimizni ochgandan keyin tez yurisha boshladi ishlarimiz dedi. Mana hozir dedi men mana rostdan ham boyib ketdim, millioner bo'ldim dedi, lekin o'sha paytda men juda ham dedi xursandman. O'sha paytga minnatdorman dedi. Chunki miyam tinchlandi, ro'zg'orim ketyapti. Lekin dedi qanaqadir yangi fikrlar kelishini o'ylaganim ham yo'q dedi, u birdan keldi dedi. Rostdan ham agar masalan sizda agar hozir ishingiz bo'lmasa, pul topish qiyin bo'ladigan bo'lsa, shunaqa past ishga borishingiz mumkin. Lekin boylik uchun bormaysiz, boylik o'ta to'planmaydi. Sal tinchlanib, ozgina xayolingizni joyiga qo'yib, demak qo'lingizga pul kelib, hatto ozgina bo'lsa ham pul kanalini ochganingizdan keyin yana o'ylab, yo bironta hunar o'rganasiz, yo borib diplom olib, demak diplom olish uchun borib o'qishga borasiz. O'qib nima bo'ladi degan gapni gapirish kerak emas, o'qish kerak. Nima uchun? Endi katta pullar qachon bo'ladi? Qayerda bo'ladi? Alloh juda ham katta oqimlari bor. Eng yuqorida ijod turadi, undan keyin bilim turadi. Bilim bilan ijod oqimi ochilgan odamlarda pul, boylik bemalol keladi. Mana bunga misol qilib aytish mumkin. Mana dunyodagi eng boy odamlar Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, bular hammasi nimadan? Katta bilim, juda ham katta bilim. Ular ijod bilan ishlashadi, ular rostdan ham shu internetda kashf qilishgan. Undan keyin men hozir masalan Elon Musk kosmik kорабльlarni demak kosmosga uchiryapti. Bular hammasi bilim va katta ijod orqali bo'ladi. Ana bunda rostdan ham katta boylik keladi. Alloh yuqori qavatdagi oqimlarini agar siz kirita olsangiz o'zingizga, bu albatta ongni o'stirish, bilim olish, demak juda ham katta oqimni kiritish kerak. Uning uchun yuqori chastotalarni qabul qilish kerak. Uning uchun yuqoridagi tepadagi chakralar hammasi ochiq bo'lishi kerak. Agar siz pastda yurgan bo'lsangiz, boylik kelmaydi. Kuningizni ko'rishingiz mumkin, dehqon etabida qolib ketishingiz mumkin. Ana endi 18-aprelda biz shunaqa webinar o'tkazmoqchimiz. Bu masalan boy bo'lasizmi, kambag'al bo'lasizmi, bu odam o'zining tanlovi. Agar boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, pul o'zining energiyasi bor ekan. Pul energiyasini kiritish, pul oqimini ochish,
pul kanallarini ochish uchun uni o'zini qonun qoidasi bor, bilimlari bor. Agar shunga bilmoqchi bo'lsangiz, boylik demak ruhini xonadoningizga kiritib o'zingizga singdirmoqchi bo'lsangiz, vebinarga yoziling. 18 fevralda Telegram orqali bu vebinarni o'tkazamiz.